Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bir türküm təşkilatlar unutulğan Uyğur irqi qırğınçılığını gavdlandirdi. Xalqaro advokatlar jamiyatining 23 yanvar kunidagi xabarda Xitoy Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa diqqatni markazlashtirish uchun Xalqaro advokatlar jamiyati kishilik huquq tadqiqot o'rnining mudiri Baroness Helena Kennedy 2025 yılı 1 ayının 8 günü Angliya parlamenti Avam palatasida unutilgan irqiy qirg'inchilik Xitoyning davomliq bostirishi temasidagi suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi. Yig'inga qatnashuvchilar Xitoyning davomliq elib berayotgan irqiy qirg'inchiligining muhim dalil isbotlarini gavdlantirib, majburiy emgak ishlatishni aybladi va Angliyaning bu qilmishlarni oxirlashtirib, kishilik huquqni gavdlantiradigan qonun chiqarishi haqida izlandi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining muavin prezidenti Sayragul Savutbay faoliyatda so'z qilib, Xitoyning markazlik tarbiyalash deb atalgan jazo lagerlaridagi dahshatli jinoiy qilmishlarga jumladan ayol mahbuslarga qaratilgan bosqinchilik jinoyatiga qanday shohid bo'lganligini tafsiliy bayon qildi. Xitoy jazo lagerlaridagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga Xitoy tili, Xitoy kulturi va Xitoyning siyosatiga moslashishni o'rgatadi. Sayragul Savutbay Xitoydan Qozog'istonga qochib chiqqan. Lagerlarda ayollarga homildorlik kontrollari, bolayotqining ichiga saymanni selish, homildorlikni cheklash va homiylik tushirib etish qilmishlarini yurgizganligi keng ko'lamda isbotlangan. Bularning hammasi Uyg'ur nufusining tug'ilish nisbatini ko'rinarli tuvallatadi. Sayragul Savutbay xonim Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini keng ko'lamli tutqun qilish, nazorat qilish, nazarbandga ilish, xohlagancha qo'lga ilish va g'oyib qilib etish qatorliq qilmishlarni terrorlik, oshqunlik bilan kurash qilish degan nom bilan elib berganligini aytdi. Baroness Kennedy irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasi 2 dunyo urushidan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi ma'qullagan tunji kishilik huquq shartnomasi xalqaro jamiyatning bundan keyingi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga simul qilingan bo'lsa-mu, o'xshash irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini aytib, bir qancha yil ilgari Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan vahshiyliklar to'g'risida xabarlar tarqalgan va har xil qonuniy yo'llar orqali bu masalani hal qilishga uringan bo'lsa-mu, ammo u hozir xalqaro kun tartibidan tushib ketgandek qiladi. Xitoy doiralari sodir qilgan jinoyatlar to'g'risidagi dokladlar davomli o'tirg'a chiqayotgan bo'lsa-mu, qilmish sodir qiluvchilarning hech qaysisi javobgarlikka tortilmaydi. Men kishilik huquq advokati bo'lish sifatim bilan keng ko'lamli ziyonkashlikka uchirg'uchilar bo'libmi, ayol mahbuslar bilan aloqador bo'ldim. Ularning e'tiqodidan voz kechishga majburlanganligi va tutib turish lagerlariga sulanganligi to'g'risidagi yurak so'zlarini angladim. Ularning guvohlik so'zi Sayragul Savutbayning so'ziga o'xshaydi. Angliya hukumati masalani e'tirof qilibla qolmay, yana buningga qarshi ahamiyatli harakat qo'llanish kerak dedi. Bir necha aloqador taraflar birlikda uyushtirgan bu faoliyatda Sharq Turkiston surgunda hukumatining xalqaro sud mahkamasidagi advokati Rodney Dixon Kiosi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakatining qurg'uvchisi Salih Xudoyar, Sharq Turkiston surgunda hukumatining muavin prezidenti Sayragul Savutbay, Angliya parlamenti raisi Ian Duncan Sims, Angliya parlamentining a'zosi va yer shari haq-huquq qonuniga bo'ysunishning sodi va kishilik huquq mas'uli Lara Jones qatorliqlar qatnashdi. Sir Ian va Jones xonim dehqonchilik, energiya va to'qimachilikni o'z ichiga olgan iqtisodning har qaysi sohalaridagi zamonaviy qulluq masalasiga qarata Angliya hukumatining import cheklamasini yo'lga qo'yish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining xalqaro sud mahkamasidagi advokati Rodney Dixon Kiosi Angliya hukumatining kishilik huquqni qo'llashda o'ynaydigan muhim rolini gavdlantirdi. U Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarshi sodir qilgan jinoyatlari uchun adolat va javobgarlikni surishtirishdagi qonuniy yo'llar haqida to'xtalib, universal boshqarishning mumkinchiligi yoki Angliya hukumatining Sharq Turkiston surgunda hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arzini qo'llash kerakligi haqida so'zladi. Rodney Dixon efendi bu jinoyatlarning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi davlat tavalligida ilib berilganligini va Xitoyga qadar davomlashganligini, buning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga tekshirish va arz qilish huquqini berganligini aytdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyar Xitoy doiralarining asosliq maqsadining Uyg'ur va Turk xalqini yo'qotish ekanligini o'tirg'a qo'ydi.
Sharq Turkiston sürgünde hökumetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor va Sharq Turkiston sürgünde hökumetining muavin prezidenti Sayragul Savutbay Angliya va keng xalqaro jamiyatni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning beshiga kelgan irqiy qirg'inchilikning tub sabablarini hal qilishga, ya'ni Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol va mustamlika qilib olish qilmishini oxirlashtirishga chaqirdi. Ular Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llash, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, mangulik adolat, tinchlikni ilgari surishda intayin muhim dedi va kishilik huquq dafsanchiligini qabul qilishning yetarlik emasligini, Angliya hukumatining Sharq Turkiston sürgünde hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sudiga sungan arzini qo'llashini talab qilganligini bildirishdi. Afg'onistonda qotillik delosi yuz bergan. ABC xabarlarining 22 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Taliban saqchi bayonotchisi çarşamba kuni Afg'onistonning sharqi shimolida bir Xitoyning o'ldirilganligini aytgan. 2021-yili chet el askarlari chekingandan keyin Afg'onistonda chet elliklarni o'ldirish nihoyatda oz uchragan. Takhar o'lkasidagi saqchi bayonotchisi Muhammad Akbarning aytishicha, bu seshanba kuni kechda Dashqal rayoniga ketayotganda noma'lum kishilar tarafidan o'ldirilgan. Akbarning aytishicha, Li familiyalik bu Xitoy tarjimoni bilan birga bexatarlik xodimlariga xabar bermay, noma'lum bir joyga borgan. Akbarning so'ziga qaraganda, voqeada tarjimon ziyonga uchramagan. Akbar yana soqchilarning dastlabki tekshirishini boshlaganligini aytgan bo'lsa-mu, texnik ko'p tafsilotlardan ma'lumot bermagan. Mamlakatlik safarbarlik fronti deb atalgan bir guruh bu qotillikning javobgarligini surishtirishni ustiga olgan va jangchilarning bu erning mashinasini nishonlaganligini aytgan. U bu Xitoyning Taliban istihbaratini ijtimoiy aloqa supurlarini nazorat qilish uchun tarbiyalaganligini, ammo dalil isbot bilan ta'minlanmaganligini o'ttirg'a qo'ygan. Çarşamba kuni o'tkazilgan kundalik doklad berish yig'inida Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Maoning bu voqeani bilmaydiganligini aytib, "Men Xitoyning Afg'onistondagi bosh elchixonasining butun kuchi bilan Xitoy fuqarolarining bexatarligini qo'g'daydiganligiga ishonaman. Biz bu ahvolni kuzatamiz" degan. Xitoy Talibanlarga alohida ahamiyat berdi. Xitoy Talibanning ayollar va qizlarga qo'ygan cheklamasi tufaylidan xalqaroning chetga qiqishidan iborat sharoitdan foydalanib, Afg'onistonda chet el mablag'i va rayon ittifoqi izlamoqda. Beijing qo'llagan Xitoy shirkatlari Afg'onistonning keng taraqqiy qilmagan boylik zapasidan foydalanmoqchi bo'lyotidi. Bo'libmi, mis aynakini dunyodagi eng chong mis zapasiga ega deb qaralgan. Afg'oniston Mamlakatlik safarbarlik fronti media ishxonasining 22 yanvar kunidagi bayonotida mundaq deyildi. Mamlakatlik safarbarlik fronti jangchilarining chet eldagi Taliban terrorchilari va ularning qo'llovchilariga qarshi ilib borgan harakati natijasida 2025-yil 1-oyning 21-kuni kechda Taliban terrorlik tashkilotida ta'lim-tarbiya beradigan bir Xitoy tarbiyalovchining mashinasi Taxar o'lkasida hujumga uchragan. Bu Xitoy tarbiyachi Talibanga Facebook va WhatsAppga o'xshash ijtimoiy axborot vositalarini qanday kontrol qilish va nazorat qilish, kishilarga qanday ulashish to'g'risida ta'lim bergan. Ta'limimizga ular Taxar o'lkasining Xoja Bahovuddin rayonining Katkachar rayonidagi Milliy safarbarlik fronti tarafidan nishonga ilindi. Oldin planlangan bu harakat natijasida bir Xitoy tarbiyalovchi Talibanning yana bir axborot xodimi bilan birlikda o'ldirildi. M4 quroli, Rossiyaning Kolxov miltiqi, 2 Amerika Berina miltiqi va 3 qo'l bombasi qatorliq qurollar, shundaqla boshqa o'q-dorilar NMF jangchilari tarafidan qo'lga tushirildi. Xitoy bilan Afg'oniston xalqining do'stligi va ikki davlat o'rtasidagi yaxshi qo'shni munosabatni ko'zda tutib, Afg'oniston Milliy safarbarlik fronti Xitoyga Uyg'ur jasuslarining Afg'onistonga kirishining oldini olishni o'ttirg'a qo'ydi. Afg'oniston xalqining Xitoy hukumati va xalqiga bo'lgan o'chmanlik tuyg'usining taraqqiy qilishining oldi ilinadi. Talibanlar terrorlik tashkiloti va bu zamindagi kishilarning dushmani, ilm-fan, madaniyat va bilimning dushmani. Ular har kuni Afg'oniston xalqiga qarata har xil zo'ravonlik harakatlarini qo'llandi deyildi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot vositalarida Xitoyning Uyg'ur ishbiyonlari Afg'oniston Milliy safarbarlik fronti o'ttirg'a qo'ygandek, Xitoy istihboroti tarafidan Uyg'urlarni terrorchi qilib tanitib, Sharq Turkistonning qonunliq mustaqillik harakatiga buzg'unchilik qilish uchun o'rinlashtirilgan Taxar o'lkasi Barak shahriga yaqin yerdagi atalmish mujohidlarmi dedi. Mu'tazillarning raisi Amir ibn Abid yuqori qatlam peshvolardan Shayx Hasan Basrining huzurida kamoliy ehtirom bilan o'ltirgan. Uningdan dars olgan. Barcha din ulug'lari, ijtihod egalari, din ahlining yo'lboshchilari bo'lib turib,
bir yandan askarlik qilgan. Din va aqida ularga barliq kuch-quvvati va shavkati bilan birlikda o'zlashgan edi. Butkul olimlar rohat turmushda, xayr saodat va erkin fikr muhiti ichida edi. O'z dinining ahli bo'lganlar bilan boshqa dinga ergashuvchilar orasida farq yo'q edi. İnsaflıq bir okurman men bilan birga berib bu alamni ko'rsa, bu musulmonlarning ahvoliga qarasa, dinning ilmga naqadar yo'l qo'ydiganligini biladi. Undan keyin deydiki, to'g'risi dinni amaliy ko'rish orqali tavsif qilg'ili, ya'ni tunib yetkili dinning madaniyat bilan qandoq birlashganligini aynan ko'rib yetkili va bu hikmatparvar olimlardan fikr erkinligining nimaligini o'rganib olg'ili bo'ladi ekan. Aql bilan vijdon orasidagi munosabatning qandoq vujudga keladiganligini bular orqali tushunib olg'ili bo'ladi ekan. Bizdə ilim bilan din o'rtasida hech qanday to'qinish yuz berib baqqan emas. Faqatla din olimlari bilan ilm ahlilar orasida bir qism ushaq-tushak munoziralar bo'lgan. Qandaqda ular orasida bir-biri bilan o'chakishish, tillashib urushdek buzuqliqlar xudoga amla bo'lg'ayki ko'rilmagan. Hech qaysisi biri munozirada sen degan kofir, sen degan bir zindiq degan emas. Yoki bo'lmasa mushuning o'xshash biror harakatni sodir qilgan emas. Ya'ni shuningdek hech bir olim ilm sababli qiyin qistoqqa ilinib, mahkum qilinib tutilgan emas. Aksicha jamiyat orasiga bo'lgunchilik selib, xalqning xotirjamligini buzishga tirishsa, ondan u chog'da tabiiy vujudini, jamiyat butunligini saqlash yuzidan xuddi jarohatlik a'zoni pido qilib voz kechganga o'xshash mazkur bo'lgunchilik solg'uchi jamiyatdan kesib elitilgan. Musulmonlar haqiqiy din olimlari bor bo'lgan zamonlarda dunyo millatlari orasida olim edi. Butkul olamning peshvo ulgilari edi. Şeriat sirlarini bilmeslik illetiga tutilgandan keyin haqiqiy mavjudligini saqlab qololmay inqirozga uchrashdi. Manba Erkesti 263-son 1949-yili 6-may. Uyg'urchaga og'dirg'ichi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.